Shunda o'g'limga aytdim, o'g'lim, tuzalib ketganingdan keyin shunaqangi nevropatolog bo'lgani tibbiyotda hali o'zlashtirilmagan juda ham sohalar ko'p ekan. Assalomu alaykum. Men Qilicheva Ra'no Hamidovna, Zarmet universiteti stomatologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Qilichev Saidazning onasiman. Saidaz men yolg'iz farzandim. Men uzoq yillar ichki ishlar organlari sohasida ishlaganligim sababli farzandimning asosiy vaqti meni ishxonamda men bilan birgalikda o'tganligi sababli ichki ishlarda ishlashga juda ishtiyoqi baland bo'ldi. Lekin men yolg'iz farzandimni meni mashaqqatli kasbimda davom ettirishni emas, aynan tibbiyot xodimi bo'lishini istardim. Harakat qildim shu yolg'iz o'g'limni tibbiyot sohasiga qiziqtirishga va bu narsaga erishdim deb o'ylayman. Universitet juda katta imkoniyatlar yaratdi deb o'ylayman. Sababi bolaligidan keladigan bo'lsam, umumta'lim maktabida o'qiganda davrida umuman qo'liga kitob berib ola olmasdim, dars qildirib ola olmasdim, to'g'risi. Aynan meni sohamda davom ettirishni istagandan keyin o'zimizda ichki ishlar organlarini akademik litseyda tahsil olgan vaqtida to'g'risi tartibga shu yerda tushdi deb o'ylayman. Haqiqatan o'zi disiplinaga rioya qiladigan, belgilangan vaqtda hamma narsaga ulgurishga harakat qildi. Asosiy dars qilishini shu litsey davridan boshladi. Ichki ishlar sohasida boshqa yo'nalishda ishlagan bilan, lekin repetitorlikka va ximiya biologiyalarga borib, o'zini ham istagini amalga oshirdi. Yana meni orzuyimni amalga oshirish uchun ham ichki ishlar sohasini ustavlarini ham boya ximiya biologiyani o'zlashtirib, men orzu qilganda shu tibbiyot sohasiga o'qishga kirdi. Tibbiyot sohasiga o'qishga kirgani bilan mana shu yerdagi o'qituvchi professorlarni bergan ko'nikmalari, malakalari orqali yana tibbiyot sohasiga bo'lgan ishtiyoqi oshib, o'z mana shu tanlagan kasbi ustida tinimsiz ishlayapti. Gohida kechalari 2-3-4larda ham dars qilayotganini ko'raman. Shu yerda ustozlarni dars qilayotgan bolangga har qancha rahming kelsa ham dars qilishidan to'xtatma, unga motivatsiya ber degan amaliga rioya qilib, yo bir choy ichasanmi, yo nimadir taklif qilib motivatsiya berib chiqib ketaman. 3-4 bo'lib ketsa ham bo'ldi, charchading, damo degan gapni aytmayman. Balki johildirman, balki qattiq qo'ldirman, lekin izlanyaptimi, to'xtatmayman. Farzandim birinchi marta stipendiya olgan vaqtidan aytib beray, meni ichki kechinmalarim. Kechga shunday kirib bordi, oldimga aya men stipendiya oldim deb shunday pul qo'ydida, bir so'mini ishlatmasdan sizga olib keldim dedi. Endi buni stipendiyasi bo'lsa ham shu tibbiyot sohasida tanlagan yo'nalishidan birinchi topib kelgan. Endi bunga как stipendiya oylik maoshday bo'ladigan bo'lsa, menga berdi. O'zingizga sarflashingizni istayman dedi. Lekin farzandini topib kelgan pulini haqiqatan ona o'ziga emas, o'ziga bildirmasdan bari farzandiga sarflaydi. Undan keyin grantga o'tdim deganda hech narsa demasdan tikilib qarab qoldimi, faqat men senga ishonardim dedim. Ishonchimni oqlading, rahmat senga. Aytgan gapim shu, yig'laysizmi deganda men aytdim, nega yig'layman? Xursandchiligimni senga tikilib turganimdan sezmadingmi deb. To'g'risi faxrlandim shunda. Meni yolg'iz farzandim bo'lgani uchun Saidazda bitta narsa, aya nima qilsam mendan xursand bo'lasiz degan savoliga. To'g'risi bu savolga javob bermayman, faqat aytaman, javob bermayman. To'g'risi savoliga javob bermayman, vaqt ko'rsatadi deyman. Bir nima deyishga ojizman hali hayot oldinda. Faqat bir davralarga borganimda ustozlarini yoki bunga ustozlik qilayotgan bu tibbiyot xodimlarini ko'rsam, o'g'lim uchun yaxshi gaplar eshitsam, xursand bo'lib ketaman. Faxr tuyaman, endi buni so'z bilan tasvirlab bera olmayman. Lekin o'ziga sezdirmayman. Balki o'ziga sezdirmaganligim sababli ham o'g'lim meni o'ylar, ayam mendan xursand bo'lmaydi deb. Bilasizmi, o'ziga sezdiradigan bo'lsam, xuddiki bir harakatdan to'xtab qoladiganday his qilaman-da, shu uchun iloji boricha o'ziga sezdirmaslikka, lekin ichimdagini ko'rsatmaslikka harakat qilaman. Sababi to'xtab qolmasin deb. Xuddiki bu erishgan yutuqlarim ayamga kamlik qilyapti, yana nimagadir harakat qilishim kerak degan o'ziga tushuncha olsin deganda oshkor qilmasman balki. Haqiqatan berildi bitta narsa, aytdim-ku, o'ziga oshkor qilmaganligim sababli o'ziga shu narsalar kam deb tuyulganligi uchun balki harakat qilar. Harakatda to'xtadi deb ayta olmayman, chunki balki egoistdirman, balki boshqa bir ganodirman, shu uchun to'xtab qolishini istamagan holda, endi unga bo'ldi deb qo'ysam, shu bilan to'xtab qolmasin degan maqsadda bo'ldi demaslikka harakat qilaman. Endi tasvirlab berishim qiyin, yaxshi. O'zi orzu qiladiganday
xalqni xizmatiga yaraydigan bir yetuk mutaxassis, yetuk shifokor bo'lishini, tarixga nazar soladigan bo'lsak, 7-sinfda o'qib yurganda sho'xligidanmi 3-4 oy o'ng qo'li ishlamadi. Endi yolg'iz farzandim, davolatdim, boshqa qildim. Qismatingdan 10 yilda ishlar, balki ishlamas degan tibbiyotni xulosasini eshitganimdan keyin yolg'iz farzandim bo'yicha juda tushkunlikka tushganman. Ana shunda uxlab yotgan vaqtida qo'li harakatlanardi. Boyagi ishlamayotgan qo'li harakatlanganda men shu o'zini buni davolayotgan nevropatologga savolni berganimda u kishi aytgandi, paralizda yotgan odamni ham uxlaganda harakatlanadi deganda men o'zim taxmin qildim. Значит, bir paraliz bo'lib yotgan ham yoki ishlamaydiganda ham qanaqadir yacheykalar ishlaydi insonda. Shuni o'g'limga aytdim, o'g'lim, tuzalib ketganingdan keyin shunaqangi nevropatolog bo'lgani tibbiyotda hali o'zlashtirilmagan juda ham sohalar ko'p ekan. Demak, uxlab yotgan yacheykalarni uyg'otib, даже paraliz bo'lgan insonni ham tuzatsa bo'lar ekan. Shu umidimni yo'lga qo'yib berasanmi deb tibbiy xodim bo'lish, doktor bo'lishini ham shundan istab, shundan qiziqtirishga harakat qilganman. To'g'risi kelajagini mana shu, balki bu endi buni tibbiyot xodimlari biladi, uxlab yotgan bir tibbiyotda bir yacheykalarni uyg'otib, nima desam, katta yutuqlarga erishishini orzu qilaman, shuni tasavvur qilishga harakat qilaman. Yangi maqsadlari endi ko'proq balki meni shu narsamga o'zi qiziqib ham turib, oshkor qilmaydi-yu, orzungizni amalga oshirishga harakat qilaman deydi. Shu uchun bilmadim, ko'pincha motivatsiyani shunga qarataman. Stomatologiyani tanlaganda ham stomatologiya asosan nervlar bilan, yuz jaqshirlar bilan bo'lgandan keyin boyagi yacheykalar ham hammasi uyg'otiladigan yacheykalar ham asab nervlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun stomatologiyada to'xtatib qolishmas, davolash yo'nalishiga, magistraturada davolash yo'nalishiga o'tkazishni to'g'risi orzu qilaman. Juda katta orzum. Shuni balki meni orzumni amalga oshirar. Shuni tasavvur qilaman kelajakda. Asosan ichki ishlarda asosan voyaga yetmaganlar bilan ishlaganimda bolalarda har xil psixologiyasini qilganman. Mana shunda bolamda bitta gapi bo'lardi. Ayam butun viloyatda bolalarini dardi hasratini biladi, meni dardi hasratimni bilmaydi degan gaplarni juda ko'p qaytarganda men aytganman. Sen men bilan doim birga bo'lganliging sababli sen meni uyaltirmaslikka harakat qilishingni bilib, senga ishonganim uchun ham balki e'tibor deb o'ylaysan, lekin asosiy e'tiborim senda deb aytardim-da. Ko'pchilik shunday bo'lganda men aytaman, bola bilan dildan suhbatlashib, bolani menini o'ldirmaslik kerak. Bolani eshita bilish kerak-da, menini yuqori qo'yish kerak. Bolani menini yuqori qo'ysangiz, kutgan natijalaringiz beriladi. Bu meni shaxsiy fikrim. Katta rahmat sizga ham e'tibor uchun. Muvaffaqiyatlar tilayman. Charchamangizlar. Kuzatib boraman. Xursandman siz bilan tanishganimdan. Omadlar tilayman. Mana shu yerda universitet tashkilotchilariga, o'qituvchi professorlariga, oddiy mana shu kirish joyida turgan qaravulidan boshlab eng yuqori rahbarigacha juda katta rahmat. Mas'uliyat bilan shuncha bolalarni xotirjammiz universitetda bo'lganida. Rahmat sizga, e'tibor uchun.